Yevropaning qoq markazida Vengriyada yashash uchun oyiga 2 million so'm o'zi yetadimi? Bugun men sizlarga Vengriyada talaba bo'lib 1 oylik xarajatlarimni ko'rsatib o'taman. Ovqatlanishning o'ziga men oyiga 45 ming forint sarflayman. Ha, to'g'ri tushunaman, men ham shuncha yeganim qayoqqa ketayotganini bilmayman. Transportga esa oyiga 1900 forint sarflayman. Men talaba bo'lganim uchun chegirmali pasdan foydalanaman. Bu pas orqali men o'z shahrimda bemalol barcha transport vositalaridan metro, avtobus, tramvay va shu kabi transportlardan bemalol bepulga foydalanishim mumkin. Telefon sim kartamga esa oyiga 6000 forintdan ozgina ko'proq sarflayman. Men shuni tushundimki, o'zimizda O'zbekistonda internet ancha arzonroq. Bundan tashqari oyiga men YouTube Premium uchun 1,5 ming forint sarflayman. YouTube'dagi juda ham ko'p reklamalar sababli Yevropada YouTube'ni premiumsiz ishlatish juda ham qiyin. Albatta siz agar ko'ngilochar joylarga, muzeyga, kinoteatrga boradigan bo'lsangiz, bu xarajatlar yana ham oshadi. Yaxshiyamki men stipendium hungarkum talabasi bo'lganim uchun oyiga menga 43700 forint stipendiya beriladi. Va bundan tashqari meni yotoqxonam bepul. Agar yotoqxona pullik bo'lganda, yotoqxonaning o'zi uchun kamida 40-50 ming forint sarflardim. Shuning uchun agar siz chet elga o'qishga bormoqchi bo'lsangiz, albatta siz stipendiya yoki grant yutib olishga harakat qiling. Shunda siz boshqa narsalar haqida qayg'urmasdan faqat o'qishga e'tibor berasiz. Keyingi videolarda siz Vengriyaga talabadan nimani ko'rishni istayotganingizni muhokamalarda aytib keting. Albatta men sizga ularni ko'rsatishga harakat qilaman. Barchaga rahmat.